Hurmat xalqim, tezkor xabar. O'zbekistonning 5 ta hududi aholisi chang to'zondan ogohlantirildi. Bugun 18-avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol va ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kunduz kuni Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlari va tog'li hududlarning ba'zi joylarida shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi hamda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Shuningdek, poytaxtda ham shamol tezligi 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, joriy hafta davomida O'zbekiston hududining katta qismida quruq va asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilayotgani haqida xabar berilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.